Assalomu alaykum. Namanganda anchadan beri bunaqa qor yog'masdi. Qor yoqqaniku video qilmasak ham hamma bilib bo'ldi. Video qilishimizning sababi bugungi 3 ta avtomatika Surxondaryoga chiqaverishimiz kerak edi. Endi havo sovib ketib qolganiga video qilishimiz sababi akamizdan uzr so'rab qolamiz. Endi yo'lda bir 2 kun yaxmalab bo'ladi. Yo'l sal yaxshi bo'lganda 3 ta avtomatikamiz bor, buni chiqaveramiz. Xo'p, undan keyin bu aydaga ishtarlab qo'yganmiz Farg'ona bu aydaga ikkita akukalarnikiga o'rnatib beradigan bo'lganmiz. Ularnikini ham agar ulgursa erta endi buni ham o'rnatib berishimiz kerak. Yo'l yaxshi bo'lib tursa uni ham o'rnatib beramiz. Qo'qondan akamiz tezroq o'lchab keting deb telefon qilib qo'yganlar. Ularnikini ham o'lchab qaytamiz aka. Ko'rib turgan bo'lsangiz, o'rnatib qaytishda siznikini o'lchab qaytamiz. Video qilib qo'yay dedim. Video qilishimiz foydali tomoni bir ko'pchilik kuzatib boradi. Boradigan joyimizdan kelsangiz mana bu aydaga qo'ygan videoyimizni ham ko'rib bu aydaga keladigan ekansiz. O'rnatib bo'lgandan keyin menikini o'lchab qaytishda o'lchab qayting deb telefon qilishgan. Shunga videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, xudo xolasa 2 kunda buni o'rnatib qaytishda sizni darvozangizni ham o'lchab qaytamiz aka. Xudo xolasa Salmon yo'lda yaxshi qolsa tezlashtirib o'rnatib beramiz.